Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'ying. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Diqqat, tezkor xabar. Moskvaning muhim aeroportlaridan biriga vaqtincha cheklovlar kiritildi. Reyslar qabul qilinmayapti va jo'natilmayapti. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Moskvaning Vnukovo aeroportida vaqtincha cheklovlar joriy etildi deb xabar berdi Rosaviatsiya. Reyslar qabul qilinmayapti va jo'natilmayapti. Aeroportda kaviyor rejimi joriy qilindi. Ma'lumot uchun, kaviyor rejasi havo bo'shlig'iga begona uchar jismlar tomonidan bostirib kirilgan taqdirda joriy etiladi. Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin telefon orqali muloqot qildi. Muloqotda ikki mamlakat o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, ikki yetakchi xalqaro kun tartibidagi masalalar yuzasidan fikr almashib, bo'lajak uchrashuvlar rejasini muhokama qildilar. Xususan, Shavkat Mirziyoyev Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlanib Moskvada o'tkazilayotgan tantanali tadbirlarda ishtirok etishni tasdiqladi. O'zbekiston Rossiya elchisiga u yerdagi mehnat migrantlar huquqlari buzilayotgani borasida tashvish bildirdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Rossiya elchisi Alik Maliginov bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda mehnat migratsiyasi, konsullik xizmatlari va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish masalalari muhokama qilingan. Muzokaralarda o'zbekistonlik migrantlarning huquqlari buzilayotgani va ularga nisbatan qo'pol muomala holatlari kuzatilayotgani Rossiya tomonining e'tiboriga havola qilingan. O'zbekiston tomoni bu holatlarni sinchiklab o'rganish va tegishli choralar ko'rishni so'ragan. Sankt-Peterburgda kuryerlarga qarshi ov boshlandi. Sankt-Peterburgda bir oylik profilaktik tekshiruvlar davomida mamlakat hududida noqonuniy bo'lgan deyarli 1,3 ming noqonuniy kuryer aniqlangan. 500 dan ortiq qoidabuzar xorijliklar vaqtincha ushlab turiladigan markazlarga joylashtirilgan va Rossiyadan deportatsiya qilishni kutishmoqda. Shuningdek, huquq-tartibot idoralari xodimlari yetkazib berish xizmatlaridan 2,4 ming dona mopedni musodara qilgan. Endilikda elektr velosipedlar to'liq texnik ko'rikdan o'tishini kutib, maxsus to'xtash joylarida egalarni kutib turibdi. Noqonuniy muhojirlarni yollagan ish beruvchilarga ham 113 ta ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risida bayonnomalar ochildi. Keng miqyosli tekshiruvlar yetkazib berish bilan bog'liq shug'ullanuvchi 3 ta yirik kompaniyaning 250 dan ortiq do'konlari va boshqa binolarda o'tkazildi. Har 3-chi muassasada noqonuniy muhojirlar topildi. Velikuryerlarga qarshi reydlar ham davom etmoqda. Astraxanda muhojirlarga qo'yilgan taqiqni bekor qilishmoqchi. Astraxan Rossiyaning sabzavot ishlab chiqaradigan eng katta mintaqasi sanaladi. 2024-yil oxirida bu yerda muhojirlar uchun ishchi sonning 40% dan oshmasligi kerakligi haqida cheklov kiritilgan edi. Lekin ishchi kuchi yetishmayotgani tufayli ekin maydonlari qisqarishi natijada nafaqat mintaqaviy, balki butun Rossiya iqtisodiyotida sabzavot yetishmasligi kuzatilishi mumkin. Rossiya Mehnat vazirligi Astraxan oblasti hukumatining muhojirlarni yollashga bo'lgan cheklovlarni bekor qilishni qo'llab-quvvatladi va hukumatga o'zgarishlardan iborat yangi loyihani kiritganligini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Astraxan muhojirlarni ishga olishga avval taqiq qo'yib, keyin taqiqni bekor qilayotgan birinchi viloyat emas. Oldinroq Vologda viloyati ham muhojirlarni ishga olishga taqiq qo'ygan edi. Keyin esa 10 kun o'tmay viloyatdagi qurilish sohasi to'xtab qolganligi uchun taqiqni zudlik bilan bekor qilgan edi. Rossiyada pora bergan migrantlarni chiqarib yuborish taklif etildi.
Adolatli Rossiya partiyasi vakili bo'lgan Sergey Mironov migratsiya sohasida qonunbuzarliklar uchun javobgarlikni kuchaytirish zarurligini aytdi. U sohadagi korrupsion jinoyatlar oqibatida nafaqat pora olgan mansabdorlarga, balki noqonuniy yo'l bilan hujjatni qo'lga kiritgan migrantlarga ham taalluqli bo'lishi kerakligini aytdi. Moskva viloyatidagi temir yo'l stansiyasida reyd. 25 kishi qo'lga olindi. Rossiya OV xabariga ko'ra, Moskva viloyatining Elektrostal shahridagi Frezovo stansiyasida hujjatlarni ommaviy tekshirish reyd o'tkazilgan va politsiya xodimlari 25 nafar muhojirni qo'lga olgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, qo'lga olingan barcha shaxslarning barmoq izlari olingan va maxsus ma'lumotlar bazasiga kiritilgan. Har bir qoidabuzarga 5000 rubl miqdorida jarima solingan va ularni keyinchalik deportatsiya qilish belgilab qo'yilgan. Rossiya O'zbekistondan dronlar ishlab chiqarishni boshlaydi. O'zbekistonda 2025-yil oxirida Rossiya kompaniyasi dronlar ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxonani ishga tushiradi. Dronlardan qishloq xo'jaligida foydalaniladi. Bu haqda Rossiyaning Transport Budisheva kompaniyasi bosh direktori Yuriy Kozarenko ma'lum qildi. Hozirda Kozarenkoning so'zlariga ko'ra, qo'shma korxona qurilishi davom etmoqda. Birinchi bosqichda ishlab chiqariladigan mahsulot hajmi $100 million dan ortishi tashkil etilishi rejalashtirilgan. Rossiyadagi noqonuniy migrantlar uchun ajoyib xushxabar. Endi rasman sentyabrgacha uzaytirildi. Rasman Putin amnistiya muddatini sentyabrgacha uzaytirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyada noqonuniy ravishda bo'lib turgan xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga o'z huquqiy maqomini rasmiylashtirish yoki mamlakatni tark etish uchun berilgan muddatni 2025-yil 10-sentyabrgacha uzaytirdi. Prezident farmoni huquqiy aktlar nashri portalida e'lon qilindi. Bundan avval 2024-yil dekabrda Putin imzolagan farmonga ko'ra, migrantlar 2025-yil 30-aprelgacha huquqiy maqomini tartibga solishi kerak edi. Yangi farmon bilan bu muddat yana uzaytirildi. Farmonning yangilanishi haqida avvalroq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi xabar bergan edi. Rossiyada 2024-yil bahoridan boshlab migratsiya siyosati kuchaytirildi. Shu doirada 2024-yil dekabrda qabul qilingan farmonda ham migrantlarga huquqiy maqomini belgilangan muddat ichida rasmiylashtirish talab qilingandi. Migratsiya agentligi Rossiyada ishlab yurgan, ammo hujjatlarda kamchiligi bo'lgan barcha o'zbekistonliklarga huquqiy amaliy yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Delegatsiyaga doir savollar bilan quyidagi telefon raqamlariga va Telegram orqali huquqiy yordam uzbotga murojaat qilish mumkin. Migrantlar soliqqa tortilmaydigan bo'ldi. Yodingizda bo'lsa, joriy yilning 1-aprel kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligida o'tgan matbuot anjumanida Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Mubin Mirzayev bironta jismoniy shaxs o'z daromadini kamaytirib, o'zgartirib yoki soliqdan qochish imkoniyati bo'ladigan tizimni yaratmaymiz. U nafaqat O'zbekistonda, chet elda olgan daromadlarni ham soliqqa tortish tizimini ikki tomonlama soliqqa tortish. Agar u davlatda soliqqa tortilgan bo'lsa, agar O'zbekiston rezidenti bo'lsa, u O'zbekistonda to'lash kerak. Agar O'zbekiston norezidenti u tomonda to'lagan bo'lsa, biz uni inobatga olamiz. Amaldagi qonunchilikka ko'ra jismoniy shaxslarni ham to'liq soliqqa tortish tizimini takomillashtirib joyiga qo'yamiz, degan edi. Mirzayevning aytganlari ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilik, ommaviy axborot vositalarida muhokamalarga sabab bo'lib, endilikda O'zbekiston xorijdagi migrantlarni ham soliqqa tortadi deya anglashiga sabab bo'ldi. Boisi Mirzayev so'zlarida rezident va norezident tushunchalari xorijdagi o'zbekistonliklar deganda kimlar nazarda tutilganiga izoh bermagan edi. Davlat soliq qo'mitasi esa migrantlarning soliqqa tortilishi sifatida tushunayotgan ushbu fikrlarni izohlab, bunday reja mavjud emasligini ma'lum qildi.